Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Telegram Premium olishni o'rganamiz. Bizga birinchi navbatda Visa karta yoki Master karta kerak bo'ladi. Visa karta va Master karta olgandan keyin Telegraf ilovasiga kirib olamiz. Va qidiruv bo'limidan Premium bot deb yozamiz va birinchi chiqqanni ustiga bosib qayta start bosamiz. Keyin pastda to'lash tugmasi chiqadi, uni ustiga bosamiz va pastda ham yana to'lash tugmasi chiqadi. Hozir bu yer ko'rinmay qoladi sizlarga. Birinchisiga karta raqamini kiritamiz. Pastga oyaligi, yil, amal qilish muddatini kiritamiz. Va pastga CVD xavfsizlik kodini kiritamiz. Va mana pastda to'lash tugmasi chiqadi yana. Uni ustiga bosamiz. Keyin davom etish tugmasini bosamiz. Ozgina kutamiz. Kartaga ulangan raqamga kod keladi. Va shu kelgan kodni bu yerga kiritamiz va verify tugmasini bosamiz. Va Telegram Premium olinadi. Agar kimdir shu videoni ko'rib, lekin baribir Premium olmayotgan bo'lsa, shu yerga Telegram lichkamni qoldiraman. Shunga yozib bemalol olishlaring mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.